O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Samarqanddagi Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammiti oldidan Euronews'ga bergan intervyusidan. Sammitni o'tkazish joyi sifatida Samarqand shahri tanlanishining sababi haqida batafsil so'zlab bersangiz. Samarqand muloqot va imkoniyatlar nuqtai nazaridan qanday ramziy ahamiyatga ega? Samarqand asrlar davomida savdo, ilm, fan va diplomatiya markazi bo'lib kelgan shahardir. Uning ulug'vorligi turli madaniyatlar, xalqlar va g'oyalarni birlashtira olganida, bugun u yana Yevropa va Markaziy Osiyo zamonamizning asosiy muammolarini muhokama qilishi mumkin bo'lgan muloqot maydoniga aylanmoqda. Bugungi kunda Samarqand xalqaro hayotdagi o'ziga xos o'rnini tiklamoqda hamda mamlakatimizning tarixiy, siyosiy va diplomatik merosini asrab-avaylab, uni yangi, yanada keng mazmun bilan boyitmoqda. Tarixan shakllangan tushunchaga ko'ra Samarqanddan turib qaralganda dunyo tarqoq emas, balki yaxlit va bo'linmas bo'lib ko'rinadi. Samarqand ruhi degan noyob fenomenning mazmuni ham asli shunda mujassam bo'lib, u xalqaro hamkorlikning prinsipial jihatdan yangi formatini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda.